Assalomu alaykum mening aziz muxlislarim. Menda hozir muxlis yo'q-ku. Hurmatli blogerlar. Hey, Assalomu alaykum, yaxshi keldingiz madasi? ishdan keldim. Salom ali yo'q. Nima qilyapsan? O'tiring, sizga zo'r gapim bor. Gapiraver. Nima gap? Qarang, menda bitta taklif bor. Ikkalamiz blogerlik qilamiz. Instagram ochib har xil vaynlar olamiz. Keyin pul tagida qolib ketamiz. Keyinchi. Keyin bu qilgan videolaringni meni qarindosh urug'im, do'stlarim ko'radi. To'g'rimi? Like ham bosadi, go'zal ekansiz deb. To'g'rimi? Menga qara. Sen meni farzandlarimning onasisan. Men begona erkakning ko'zidan qizg'anaman seni. Tushundingmi? Nima qilibdi? Hozir hamma er-xotinlar blogerlik qilyapti-ku. Nima hamma qilsa, hamma axlatga boshini tiqsa sen ham tiqasanmi? Hech qanaqa baynerlik blogerlik qilmaysan. Uy ishlarini qilib qo'y undan ko'ra. Hamma yoyilib yotibdi. Ol bu yoqqa telefonni. Davyus kim? O'ziga qarashli ahli ayollarni begona erkaklardan qizg'anmagan kishi.